Xaritaga ko'ra, yana tog'lardan keyin men uyimga yetishim mumkin. Xo'p, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Tommy Craft, xush kelibsizlar mening yana yangi videomga. Xo'p do'stlar, bugungi videoda men voy telefonim. Voy. Telefonim sinmabdimi? Voy, sinib ketibdi. Ya, quvvati ham tugabdi. Endi qanday qilib boraman? Do'stlar, qishloq. Men qarindoshimligidan kasal bo'lib qolganda ko'rib qaytib kelayotgan edim. Va ko'rib turibsizlar, telefonim sinib qoldi va hanida qishloq bor ekan. Qanday yo'da agar bironta narsa bo'lsa do'stlar, masalan, bironta odamlar bo'lsa, yordam so'rayman. Ana shu yerda turibdir otim. Seni ulab qo'yay. Ulab qo'yaman seni. Orqamdan yur. Qayerga yo'lasam bo'lagan, ha? Uylar. Mana qo'yaman. Meni otim qani? Otim. Yaxshi, menda 14 ta langar bor. Men seni avval boylab qo'yay. Ketib qolma. Uylarning raqami. Birja. Merning uyi ekan. Menimcha bu ma'no sherning boshlig'ining uyi. Assalomu alaykum. Voy, bu yerda qaysi biringiz mer? Oylar o'zi ber. Salom, seni isming nima? Assalomu alaykum mer. Ismingiz nima? Mening ismim Jokes. Sening isming nima? Mening ismim Tommy. Ha, yaxshi, Tommy. Tanishganimdan xursandman. Xo'sh, sizga nima yordam kerak? Menga yordam kerakki, mening mana bu telefonim buzilib qoldi. Bu yerda sizlarda usta yo'qmi? Afsuski yo'q. U dam olishga ketgan. Ya'ni uzoq joyga dam olishga. Yaqinda qaytib keladi. Necha kunlarda? Atigi 2 kunda. Balki ham shu yerda qolarsiz. Mehmon do'st bo'lib, men sizga uy beraman. 10 uyga kiring, 10 uy. Aytgancha avval o'zingizning dokumentingizni bera olasizmi? Albatta. Hozir. Yaxshi. Men dokumentim hozir kirgan. Sumkamda ichida Zo'r sumkangiz bor ekan. Vau, menga yoqdi. Qanchaga sotib olgansiz? Men aslidan Toshkentda yashayman. Bu yerda qarindoshim kasal bo'lgani uchun ko'rgani kelayotgan edim. Qaytishda sizlarning qishloqni uchratib qoldim. Shunga kirmoqchi bo'ldim. Yaxshi qilibsiz. Unda dokumentingizni bering. Hay, mana bemalol. Mana uzr, kirkamni tashlab yuboribman. Mana dokumentim. Hoppa. Yaxshi ko'rdim. Endi olavering. Mana bu yerdan kiraveraymi? Ha, ana shu yerda. Mana. Rahmat. 10-uyni olay shunda. Ha, 10-uyni oling. Xo'p, rahmat. O'zing narsalari bormi? Ha, narsalari bor. Hozir men sizga shuni nech pul berishim kerak uyda olish uchun? Siz uchun tekin, chunki siz bizga mehmondo'stsiz. Katta rahmat. Sizga katta rahmat.
Bu birinchi uy ekan. Qani bu yerda kimlar yasharkan? Onasilar borki, mayli, birovni uyidir. Bu kim bo'ldi? Qishloqqa bor ekan, yaxshi. Shoshmanglar, bu odam menga tanish. Bu yerda ko'p qishloqlar bor ekan. Fly? Tobi, To'xta, Fly. Oy Fly, sen bu yoqda nima qilyapsan? Tobi, seni ko'rganimdan xursandman. Sen bizning qishloqqa keldingmi? Sening qishlog'ing shu yermida aytayotgan? Ha, orqamdan yur. Vau, yaxshi ekan. Meni hozir ishlarim bor edi. Keyinroq gaplasharmiz. Hay. To'xta Fly, menga 10-uyni ko'rsatib yubor. Ortingda. Ortimda. Mana bu bo'lsa kerak. 10-uy, mana shu ekan. Eshigi temirli ekan. Vau. Chiroyli, shinamgina uy ekan. Sandiqdachi hech narsa yo'q. Demak, o'zimning narsalarimni qo'yib qo'ysam bo'ladi. Sumkalarimni qo'yib qo'yaman. Otimni. To'xtanglar, otimni olib kelishim kerak men. Otim qayda qolib ketdi? Qo'pallangan oldi. Voy, kechir otim. Kechira qol. To'xta otim, seni endi ulanib qo'yaman. Ana. Mana shunday uzoqlikda tursam, mana. Seni olaman. Yaxshi otim, sen shu yerda kutib turasan. Men esa uyimga kirib bir tekshirib chiqaman. Juda ham chiroyli uy ekan. Yaxshi do'stlar. Yo'qsa bu qishloqda kech tez tusharkan. Uxlab olmadim, bo'lmaydi. Ertalab bo'ldimi? Hammaga yana bir bor salom do'stlar. Sizlar bilan Tomi Craft. Xo'p, ertalab bo'libdi. Men unda yeguligimni yeb olaman. Maskerkamni olaman. Sandig'imni, ya'ni bunimda ham bironta joyga, ana shu yerga joylashtiraman, ochiladi. Sumkam ham ochiladimi? Xato adashtiribman-ku. Mana qayerga joylashtirsam bo'lar ekan? Knopkani tepaga qo'ysam yo'q, bo'lmaydi. Fakirni olamiz. Mana bu yoqqa qo'yamiz. Tugmachani olamiz va uni tepaga qo'yib qo'yamiz. Yaxshi turibdi. Ajoyib. Endi esa buni chetkaga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Nonimni olaman, bunimda. Yeb olaman. Sal suvsadi. Suv ichib olay. Ketdim. Suv olib kelaman. Vau. Juda ham mehribon qishloq ekan. Voy, qiynalyapman chiqishga. Agarotni suvmi? Yo'q, notoza suv ekan. Mana bu yoqda suv bo'lsa kerak. Vau, suvni ana to'ldirib oldim. Bu yerning suvi juda ham chiroyli ekan. Solib qo'yaman. Nima bo'ldi? Qishloqlar. Zombilar qaydan keldi? Tepaga chiqib ko'rishim kerak. Yo'q. Bir to'da zombi. Zombilarni, voy bu do'stlar. Endi nima qilaman? Qishloqqa qochib yuribdi aniqda. Kimligini bilmayman, lekin yeb qo'yishadi uni. Zombiga aylanishibdi. Hamma yerni zombi bosishibdi. Endi nima qilaman do'stlar? Qo'rqib ketyapman. Hattoki telefonim ham buzilgan.
Yangi telefon sotib olaman desam. Telefonim singan. Mer. Shoshmay turinglar. Juda ham chiqishga qo'rqyapman. Axir menda hech narsam yo'q. Faqat qilich. Voy, juda ham qo'rqinchli. Do'stlar, bronyalarni kiyib olaman. Juda ham qo'rqib ketyapman. Voy bu mer. Qani telefonim ishlay qol. Ishla. Yondi. Mer. Yaxshi mer. Bo'yni dokumentimga nomerni yozib bergandi. Mer. Alo. Tobi qayerdasan? Ha bu yerda Tobi bosib ketdi. Bilaman. Ahvolingiz joyidami? Yaxshilanib o'tiribsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, men uyimda o'tiribman. Voy, endi nima qilamiz? Zombilardan qo'rqib ketyapman. Qo'rqmay tur. Balki aniqlarmiz. Bugun qurarmiz. Xo'p, yaxshi. Xo'p, mer. Bo'pti. Ana endi yana ishlamayapti. Fly. Yo'q, Fly zombiga aylanibdi. Yana quvvat o'chdi. Quvvatlab qo'yishim kerak. Xo'p, do'stlar, sizlar bu videoni ko'rdingizlar. Endi videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar shu videoga 20 ta like yig'sa, men bu videoni aniq ikkinchi qismini chiqaraman. Bu video 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Albatta do'stlar, meni kutinglar. Hammaga xayr, kanalga like va obuna bosish esdan chiqmasin.